Haqiqatdan aytdim-ku hozir. Oldin kirardim. Hozir ham kirasan? Hozir oxirgi marta kecha kirgandim men. Men Atolay Xushnudbek, 13 yoshdaman, 4-maktabda o'qiyman. Sensorika o'quv markazida hozirda tahsil olmoqdaman. Meni ismim Rasulullo, familiyam Ibragimov. 4-maktabda o'qiyman. Men o'zi Instagramda, sotsiyetlarda ko'rib boraman sizlarni. Kuzatib boraman, qiziqaman. Ko'rib kelayotgan paytim Sensoric Education degan akkaunt chiqib qoldi. Keyin ichiga kirib qiziqqanimda, yoqda ko'p foydali narsalar o'rgatishni ko'rib qoldim. Apamga notebook olib berdilar. Keyin avval bilmardim-da notebook nimaligini. Keyin bir kirib ko'rdim. Ichida bir ikkita Word shunaqa bir ikkita igralar bor edi. O'shalarga kirib ko'rdim. Keyin notebookka zo'r ekan dedim, qiziqib qoldim-da notebookka. Men 4-maktabda o'zimni jo'ram, yaqin jo'ram u ham qiziqtirib qoldi. Qiziqtirgandan keyin men dadamga aytib ko'rdim. Dada shu Navoiy shahrida Sensoric Education degan IT o'quv markazi bor ekan. Shunga olib borasizmi deb. Keyin dadam vaqt topdilarda chetga olib kelib, Farhod aka degan odam bilan tanishtirib, siz bilan tanishtirib, gaplashib, hozir kompyuter savodxonlik guruhida o'qib kelmoqdaman. Apam topdilar, shu yerda Sensorikani, endi Instagramdan topdilar apam. Keyin borasanmi dedilar. Men aytdim, nima o'tayotgan u yerda dedim. Keyin apam aytdilar, kompyuter o'tayotgan, qiziqarding-ku dedilar. Keyin men aytdim, "Hay, boraman" dedim. Keyin keldim, siz bilan tanishdim, birinchi suhbat qildik. Ko'proq motivatsiya berishdi-da menga. Motivatsiya bergandan keyin shu Sensorikga keldimda o'qishni boshladim. Endi eng katta motivator jo'ramam motivatsiya qilib turadi, bas pay davay deb. Akalarim ko'proq qiladi. Dadam yaxshi o'qi deydi-da. Akalarim ko'proq motivatsiya qiladi. Boshiga sal qiyin bo'ldi, keyin u gruppaga uncha ko'p narsani bilmayotganman, keyin bitta pastki gruppaga tushdim. Keyin pastki gruppadan yana kompyuter savodxonlik tugatib, keyin yana front-endga keldim. Oldingi vaqtlari men Instagram, Telegram, o'yinlarga, kompyuter xonalarga ko'proq kirib o'rtoqlarim bilan o'ynardim. O'yinlardan ko'proq tashkil topilardi. Futbolga ham borardim. Endi hozir ko'p vaqtimni shu IT ga qaratib, kompyuter savodxonligiga, kompyuter o'rganyapman. Kompyuter o'yinlarchi? Kompyuter o'yinlarini ham o'ynardim. Ko'pini Instagram ko'rardim. Brawl Stars degan o'yin o'ynardim. Ko'p o'ynardim. Bilmayman, yoqardi o'sha paytga. Oldingisida men ko'proq kechqurunlar o'ynardim. Ko'pam ustimga yopib olib, telefon o'yinlarida ko'proq o'ynardim. Keyin ertalablar maktabdan chiqib, srazu kompyuter o'yinlarga 1 soat, 1,5 soat vaqt ajratardim. Hozirda esa uncha kompyuter xonaga borganim yo'q. Bir marta, oxirgi marta borgandim. Hozirda esa yo'q. Почти yo'q. Ba'zi paytda bir marta kirgandim, yaqinda mehmonlar kelganda, lekin qolgan payt kirmaganman. Endi Instagram 2,5-3 soat bo'ladi. Brawl Stars endi 1,5-2 soat bo'ladi. Shuni 5,5 soat, 6 soat aniq bo'ladi-da. Telefonga ketadi. Ha. Endi hozirgi kunga qarada telefonim yo'q qoldi. Endi notebookim bor, notebookda ba'zida sotsiyetini ko'rib turaman. Bir 30 minut, 45 minutda. Qolgan payt ingliz tiliga ham bor ekan bo'ldim. Inglizcha kitob ham o'qiyman, Sensoric o'rganishni ham qilaman. Bo'sh vaqtim kam qoladi. Shulardan kelishdan oldin. Kelganimga 1 oy bo'ldi. Bu kechgan narsalar juda foydali bo'ldi-da. Men hozir yangi narsalar o'rganmoqdaman-da. Hozir endi Nurmuhammad ustozim juda ko'p narsalarni o'rgatmoqda. Wordda, PowerPointda qanday animatsiya, slayd tayyorlashni o'rganmoqdaman hozirda. Sensorikga keldim. Boshqa notebookim yo'q edi. Darsga ham kelardim, uyga saqlashga ham kelardim. Keyin arada bir notebook olib berdilar. Keyin notebookda o'zim uyda ishlash boshladim. Dastur yaratib davlat ishiga kirmoqchiman-da. Kelajakda IT ishning yoki kiberxavfsizlikda ishlamoqchiman. Mana kompyuterda dadamga ba'zi payt yordam berib turaman. Bir marta so'rab qolganda, mana shu yerda nima qilish kerak? Mana ustozim o'rgatgandi shuni. Menga foydali bo'lyapti deb aytgandim. Keyin meni молодец. Zo'r bo'ldimi? Ha, zo'r bo'ldi. Shuni berib senga yaxshi qilibman dedi-da. Nimalarni o'rgandim? Dasturlardan boshlasak, Word, Excel,
PowerPoint, keyin ana saytlardan aytsak Gammani o'rgandim, Slide qilayotgan sayt, keyin sun'iy intellektli ChatGPT, Gemini'ni o'rgandim, DeepSeek, Cloud'ni o'rgandim. VS Code, endi front-endga o'tgandan keyin VS Code ham o'rgandim. HTML bilan CSS endi o'tib bo'ldik, JavaScriptga keldik, JavaScript ham o'rgandim, qiyin ekan endi sal. Ha, boshida qiyinchilik bo'lgandi menga o'rganishga. Keyin sekin ustozimdan tushunmagan joylarimni so'rab, bemalol o'rganib ketganman. Hozir esa qiynalmayapman, chunki uyga vayslarimizni yaxshi Nurmuhammad ustoz yaxshi tushuntirib beryapti. Keyin biz uyga vayslar vaqtida qilib, yaxshi baho olmoqdamiz. Oldingi rixstilni aytsam, men ko'p telefon ko'rardim-da. Hozirgi rixstilni aytsam, telefon ko'rishni tashladim. Eng katta yutug'im. O'sha payt ham xohlardim telefon ko'rmaslikni. Lekin yana haqiqatni ko'r, keyin yana tashlab qo'yasan degan narsa bo'laydi-da, hozir ko'rmayman. Ha, sal ko'r, keyin qo'yaman dedim-da, yana keyin 5,5 olsa ketaman. Informatika darslari oson-da, endi ular savodxonlik darajasidan ham pastroq-da. Qani hozirda shu aytib Ha, chunki endi PowerPoint o'tadi, 7 ta slayd qiladi. Ustoz Nurmuhammad ustoz bizga 10-15 tadan bergan, yana ko'p informatsiya qilish kerak-da, qo'yish kerak-da slaydda. Bu yerda 2 ta rasm deydi, tekst deydi, 7 ta slayd, qiyin emas-da. Yo'q, oldinga chiqib qoldim. Boshqa bolalarga qaraganda, ular o'z vaqtini kompyuter, boshqa keraksiz mahsulotlar bilan miyasini to'ldirmoqda. Lekin men hozirda Sensoric Education'da foydali ma'lumotlar bilan miyam to'ldirib, kompyuterda bergan vazifa, ustozim bergan vazifalarni yaxshi qilib, yaxshi baholar olmoqdaman hozirda. Bir oyning ichida bir marta daromad qilgandim vizitka yaratib. Men boshqa bolalarga tavsiya beramanki, ular qo'rqadi, men qila olmasamchi, uyalib qolsamchi degan tushunchalar bo'ladi ularda. Lekin tushunchalarni yig'ishtirib kelsa, ustozlar, tajribali ustozlar yordam beradi o'rgatishga. Kimdirlarda notebook bo'lmasa, bemalol kelib, bu yerda 150 tadan ortiq kompyuter bor. Bu yoqqa kelib, bemalol xohlagan vaqt uyga vazifa va kerakli damlarni olib ketsa bo'ladi. Endi tavsiyam hammada o'zi avvaldan ko'p ko'rgan narsasini qiladi. Masalan, men ham avval Word, PowerPoint ko'rganman-da. Word bilan PowerPointni oson qilib ketaverganman, lekin Excel kelgan, formula kelgan, o'sha payt qiynaldim, tashlayman ham degan xayollar keldi. Keyin yo'q dedim, tashlamay dedim, nima bo'lay ekan, o'qiveray dedim-da. Keyin o'qiverdim. Endi hamma tavsiyam qiyinchilik kelgan payt tashlab qo'ymaslikda. Tavsiya hammaga beraman. Qo'rqish kerak emas, chunki bu IT o'quv markazida yaxshi ustozlar, tajribali ustozlar bor. Bu yerda yaxshi o'qib, daromadga chiqishingiz ham mumkin.